Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Yaqinlaringizni mamnun qilish uchun albatta bir sabab bo'lishi shart emas. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Allo, assalomu alaykum Dilrabo opajonim, salomatmisiz? Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ismim Madina. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shu munosabati bilan yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli dilizorlar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, kimlar sizga dilizorlar yo'llaganlarini? Yana taxminlaringiz bormi, opajon? Oila a'zolaringizdan ko'p qiynamayman. Sizni tabriklab farzandlaringiz Javlonbek aka, O'tkirbek aka va qizingiz Dilhavosxon opalar va barcha yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, jigarlaringiz nomidan turmush o'rtog'ingiz Qahramonjon akamiz o'z dilizorlarini yozib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Assalomu alaykum oilamning bekasi, farzandlarimning suyukli onasi, go'zal va latofatli ayolim Dilraboxon. Sizni yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz, 47 bahoringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni ziyoda, rizqingizni ulug', martabangizni esa bundan-da baland qilsin. Doimo go'zal yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Nimaiki yaxshi orzular, yaxshi niyatlar qilgan bo'lsangiz, barchasiga yetishib yuring. Qo'shaloq bayramlar Ramazon sharif oyi ham muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Ushbu muborak oyda Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin. Allohimni baytlariga birgalashib, yetaklashib borishlik, hojonalar bo'lib yurishliklar nasib aylasin inshaalloh. Doimo baxtimizga sog' salomat bo'ling, hech ham xasta bo'lmang. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Siz dunyodagi eng mehribon, eng oq ko'ngil, juda ham samimiy insonsiz. Doimo go'zal yuzingizdan tabassum arimasin. Tutayotgan ro'zalaringiz va bajarayotgan savobli amallaringizni Allohning dargohida qabul qilsin va siz uchun rayyon eshiklarini kengroq ochib, ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Ne sinovlardan o'tdik ikkimiz. Goh yomg'irda qoldik, olovda yondik, sabrda sinaldi bizning sevgimiz. Kichik yutuqqa ham birga quvondik. Qarane kunlardan o'tdik yonma-yon. Ne odamlar ko'rdik yaxshi-yu yomon, jonimiz xatarda qolib ketsa ham. Allohim bizlarni ayladi omon. Tarixga yozilsin bizning sevgimiz. Majnun ham sevmagan Laylani mendek, mehribon topmadim butun dunyoda, mehriboni yo'qdir men uchun sendek. Kel, sevgi qasrini biz birga quramiz. Baxt bilan bezaymiz har bir devorni. Bu yerda baxtsizlik bo'lmaydi aslo. Ko'ngildan haydaymiz tashvish g'uborni. Men seni sevgandek, sen ham meni sev. Birgamiz so'nggi bor yurak urguncha, farzandlar kamolin ko'raylik birga. Ilohim yashaylik dunyo turguncha. Yana bir bor qo'shaloq bayramlar yaqinlashib kelayotgan Ramazon hayiti bayrami, Navro'z bahor ayyomi hamda bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Har doim ham bu so'zni, bu dilizorlarni tilimiz bilan sizga izhor eta olmasak-da, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Doimo sog' salomat bo'ling deya turmush o'rtog'ingiz Qahramon aka o'z tabriklarini yakunlaganlar. Sizning ham turmush o'rtog'ingizga, yaqinlaringizga dilizorlaringiz bo'lsa, yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Marhamat opajonim. Rahmat, Allohdan bo'lib kutmagandim. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin, farzandlarim baxtiga doim sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Rahmat. Inshaalloh. Bu ko'z yoshlar quvonch ko'z yoshlari deb o'ylayman. Juda ham xursand bo'ldim. Sizni dilingizga tabriklarimiz yetib borganidan
Xursandchiligingizga sherik bo'lganimizdan benihoyat mamnunmiz. Inshaalloh aytganingiz kelsin, doimo farzandlar kamolini ko'rib yuring, farzandlar ardog'ida bo'ling. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Yana bir bor go'zal ayyomlaringiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Kuningiz yaxshi o'tsin opajonim. Xo'p, rahmat. Sizga ham rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Niyatlarga yetinglar. Hammalar qo'shqanlaringlar, qo'shaqalar farzandlarning kamolini ko'rib yuringlar. Rahmat sizga. Inshaalloh aytganingiz kelsa opajonim, chiroyli samimiy suhbatlar uchun alohida rahmat kattakon. Sog' salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin opajonim. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling.